Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida poytaxt bo'ylab har kuni tungi profilaktik reydlar kuchaytirilgan tartibda amalga oshirilmoqda. Tungi xizmatga jalb qilinganlar xushyorlikni oshiramiz, jinoyatchilikni oldini olamiz. Fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lamiz. Tadbirlar davomida turli qonunbuzarlik holatlari aniqlanyapti. Jumladan haydovchilik guvohnomasisiz transport vositasini boshqarayotgan shaxslar, davlat raqami belgisiz harakatlanayotgan avtomobillar, transport vositasida sovuq qurol olib yurish holatlari kabi huquqbuzarliklar qayd etilmoqda. Mirobod tumani Mirobod ko'chasida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan yana bir avtomashina to'xtatildi. Planshet orqali qidiruv ko'rsatilmoqda. Inspektor yuzlanamiz. O'rta katta leytenant. Ayni paytda qanday jarayon sodir bo'ldi? Maxsus planshet yordamida nima ko'rsatmoqda? Avtomashinani tekshirganimizda qidiruv beryapti. Avtotransport vositasi qarzdorligi mavjud ekanligi. Ayni paytda poytaxtning Shayxontohur tumanidamiz. Nima holat aniqlandi ayni paytda siz tomonidan? Oq Lacetti rusumli avtomobil to'xtatilib, yonida kelayotgan fuqaro yonlari ko'zdan kechirilganda sumkasi ichidan sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan o'tkir jism aniqlandi. Bu mumkin emas, to'g'rimi? Mumkin emas. Chaqiring fuqaro. Hujjatlar rasmiylashtirilib, tuman profilaktik inspektoriga topshiriladi. Cobalt avtomobili to'xtatilganda haydovchining yonida haydovchilik guvohnomasi tegi yo'qligi aniqlandi. O'qimaganlar. O'qimaganlar yo'q, umuman yonida yo'q. Unga ko'ra Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga ko'ra mashina jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Я считаю, в последнее время очень много людей, которые ездят без прав и нарушают очень много правил. Я считаю, что это правильно, с одной стороны, но с другой стороны, нужно больше уделить внимание самим людям, чтобы они стремились не нарушать и больше стремились ездить по правилам. Это хорошее дело, то, что вы проверяете. Спасибо вам большое за вашу работу. O'tkazilayotgan tungi reydlar vaqtida ayrim piyodalar ham qoida buzmoqda. Ayni paytda hurmatli piyodalar nima qoida buzdi va nima chora ko'rmoqdasiz? Piyoda uchun qizil yonib turgan vaqtda harakatlanib, harakat qatnov qismida xalaqit berishdi. Piyodalarga nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Svetoforga qarab chiqish kerak. Unaqa qiziq chiqish kerak. Shoshish kerak emas-a? To'g'ri. Xavfsiz va sog'lom yurt maqsad reyd tadbirlar to'xtatganimizda haydovchimiz yonlarida haydovchilik huquqini beruvchi maxsus tegishli hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Haydovchimizga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga binoan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoyo'lni vaqtincha saqlash maqsadida jarima maydoniga qo'yib turamiz. Ushbu o'tkazilgan tungi reydlar vaqtida hozirgi vaqtga qadar siz tomonidan nechta qoidabuzarlik aniqlandi? 20 tadan ortiq holat aniqlanib, hammasiga qonuniy chora ko'rdik. Abdulla Qodiriy ko'chasida BYD Song transport vositasini to'xtatib tekshirganda haydovchida muddatda o'tib ketgan 7 ta qarzdorlik aniqlanadi. Holat yuzasidan belgilangan tartibda avtomobil saqlash uchun jarima maydonchasiga olib borib qo'yamiz. Xizmatimiz davomida kichik halqa yo'li, aeroport tomon ketaverish transport vositasi to'xtatib tekshirilganda qo'shimcha jihoz, ruxsatnomasi, gaz balon o'rnatib olgani aniqlandi. Holat yuzasidan tegishli bayonnoma rasmiylashtirib, mashina jarima maydoniga qo'yildi. Ushbu reydlarda shu kunga qadar 121 ta jinoyat tezkor qidiruv xizmati tomonidan fosh etildi. 190 ta jinoyat tashabbus bilan aniqlandi. 44 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Giyohvandlik moddalari va kuchli ta'sir qiluvchi vositalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 138 ta holat aniqlanib, jami 7 kilogramm 108 gramm giyohvandlik moddalari hamda 2927 ta kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari noqonuniy muomaladan olib qo'yildi. Zakladchiklar bilan bog'liq 16 ta holat aniqlanib, 3 kilogramm 74 gramm giyohvandlik vositalari hujjatlashtirib olindi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida jami 507 ta tezkor tadbirlar o'tkazilib, 77 ta jinoyat aniqlandi. Natijada 92 nafar shaxs jinoiy hamda 228 nafari ma'muriy javobgarlikka tortildi. Daliliy ashyo sifatida noqonuniy muomaladagi 40 ta o'qotar qurol va 126 ta o'q-dorilar, shuningdek 135 ta sovuq qurol olib qo'yildi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishida shu kunga qadar 22917 ta xonadonga kirilib, pasport viza tekshiruvlari o'tkazildi. 2408 nafar shaxslarga ijtimoiy profilaktika obyekti sifatida xulosa berilib, 3269 nafarning muammosi hal etildi va qo'shma xulosa tuzildi. 201 nafar xotin-qizlarga himoya orderi berildi. 143 nafar cheklovni buzgan shaxslarga choralar ko'rildi. Shuningdek, jami 1203 nafar ilgari sudlanganlarning 1015 nafari uyma-uy o'rganilib, profilaktik suhbat o'tkazildi. Nazorat qoidalarini buzgan 110 nafari ma'muriy va 10 nafari jinoiy javobgarlikka tortildi. Aslida bunday profilaktik tadbirlar yil davomida muntazam o'tkazib kelinsa-da, ushbu oylik doirasida ular yanada kuchaytirilgan tartibda, keng qamrovda va uzluksiz tashkil etilmoqda. Zero jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarning tinch va osoyishta hayot kechirishini ta'minlash har birimiz uchun muhim vazifadir.